Ha, juda ham baxtliman. Chunki o'tgan yil boshidanoq oldimizga qo'ygan asosiy maqsadlarimizdan biri tarix yaratish edi. Bugungi finalda ko'rsatgan o'yinimiz esa men uchun juda katta ma'no anglatadi. Murabbiy sifatida juda faxrlanaman va avvalo futbolchilarimni tabriklamoqchiman. Shuningdek, bizni har doim qo'llab-quvvatlab kelgan muxlislarga ham rahmat. Ularning bergan kuchi ajoyib bo'ldi. Bugun chin dildan xursandman, chunki bu professional sifatida boshdan kechirish mumkin bo'lgan eng ajoyib tuyg'ulardan, odamlarni baxtli qilish tuyg'usi. O'yinni yana bir bor ko'rib chiqqanimda, bugungidan ham ko'proq xursand bo'laman deb o'ylayman. O'yin oson bo'lmadi, lekin biz himoyada to'g'ri bosim o'tkazdik va ularga odatdagi o'yinlarni ko'rsatishga imkon bermadik. Shundan keyin esa bizda bo'lgan dastlabki 2 imkoniyatni golga aylantirishimiz bu ajoyib edi. Juda yaxshi tuyg'u. Umuman olganda bu juda mukammal o'yin bo'ldi deb hisoblayman. Muxlislarning banneri juda katta ma'no anglatadi. Bu juda yoqimli albatta, lekin qizimni eslash uchun albatta Chempionlar Ligasini yutishim shart emas. Qizim doimo biz bilan, ayniqsa yutqazgan paytimizda oilam bilan birga har bir lahzadan bahramand bo'lishga harakat qilamiz.